Hop, qarang, Counter Strike 2 da o'rtacha 300 FPS beradigan full komplekt kompyuter sborka o'zi necha pulga tushadi? Videoni o'tkazib olishga shoshilmay, oldin bu komplekt nimalardan iboratligini bitta tushuntirib, videoni oxirida jami necha pulga tushayotganini narxini aytaman. Hop, monitor MSI brendidan 25 talik IPS bo'lgan 300 Hz monitor. Undan tashqari bu monitor uchun oppoq kronshtayn. Bunaqa Avlo brendidan F75 modeldagi konturli dizaynda bo'lgan mexanik yaxshi klaviatura. Bu oppoq klaviaturaga oppoq Rapo brendidan provodnoy 8K besprovodnoy 4K ishlaydigan yaxshi mishkamiz. Undan tashqari bunaqa Rapo brendidan quloqni ortmaydigan, gamerlar uchun juda ham mos keladigan, o'yinda tovushlarni yaxshi yetkazib beradigan naushnik. Bunga Tuya Gaming brendidan o'yinda yaxshi natijalarni beradigan yaxshi ko'rikimizni 2XL razmerda, ya'ni 94 ga 45 razmerda. Xullas, shu ko'rsatib o'tgan va sanab o'tgan narsalarimiz hammasi shu ko'rib turgan kezbor kelar bilan birgalikda jami $1350 ga tushyapti.